Assalomu alaykum Hojona, yaxshimisiz? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qayerdan keldingiz Hojona? Toshkentdan keldik. Mashq Xo'jayin bilan keldik. Bizni bir yerga tasliya qilishuvdi. Keldik. Shu bilan biz 3-chi kelishimiz. Juda sizlarga ham kelishlaringga nima qilamiz, tavsiya qilamiz. Hamma yo'g'i yaxshi. Betlarda suv, parafin, bochka, elektrofaza, massaj hamma yo'llari bor. Men betga shikoyat bilan kelgandim. Bel, oyoq, boshim og'rirdi. Allohga shukr. Hozir kuchli bo'lib qoldik. Lichenalar yoqdimi? Juda yoqdi. Yaxshi licheniyalari. Mana hozir biz ro'za Ramazonga kirganligimiz sababli betda ham iftorlik ham, saharlik ham qilib berishadi. Iftorlik ham qilib berishadi. Biz faqat yotib beryapmiz xolos. Maza qilib ro'za Ramazon kunlarida lichenalarni o'z vaqtida olib, ro'zalarga xalaqit bergan yo'q, to'g'rimi? Yo'q, hech qanaqasiga xalaqit olganim yo'q. Nima ham Hijoma. hijoma ham qilinyapti. Juda yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, shu yerlarga kelishdi. Rahmat Hojona, sog' bo'linglar, yana kelinglar. Hop, Xudo xolasa, nasib aylasa ko'rishamiz.